في ربوع المجد كنا نرفع النصر المبين ونعيد الحق إن عبد رب العالمين. في ربوع المجد كنا نرفع النصر المبين ونعيد الحق إن عبد رب العالمين. كلنا عون الإله يا إله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, bugun sizlar bilan arab tili grammatika darsimizda xudo xolasa birinchi darsini o'tamiz. Bugun sizlar bilan arab tilidagi kalima haqida gaplashamiz. Ya'ni bu kalimani ta'rifi va bu nechiga bo'linadi va bu o'z ichiga nimalarni qamrab oladi, mana shu haqida gaplashamiz. Endi kalimaga keladigan bo'lsak, kalima degani bu arab tilida, ya'ni bir so'z yoki gap nazarda tutiladi. Endi bunga olimlar nima deydi? Har xil ta'riflar berishgan. Masalan, Ibn Hisham al-kalimatu qawlun mufradun, ya'ni bitta gap. Endi bu haqda qawlun mufrad deganda nima nazarda tutiladi? Buni ham batafsil ko'rib chiqamiz hozir. Keyin lafzun mufid deb ta'rif berishgan. Masalan, Ibn Malikni yo'llari lafzun mufid deb ketadi. Masalan, o'zini alfiyasida keltiradi. Kalamun lafzun mufidun kastaqim wasmun fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya'ni kalomimiz foydali lafzdir. Istaqimni foydasi bo'lgani kabi foydali lafzdir deydi. Ya'ni u ism fe'l harfdan iborat, uni birligi kalimadir. U qowl esa ommatan ishlatiladigan gapdir. Ya'ni qowl omroq demoqchi bu yerda. Va kalimatun biha kalamun qad yu'am degani, ya'ni kelima bilan odatda kalom qasd qilinadi. Ya'ni kalimatundan odatda kalima emas, balki kalom, umumiy gap nazarda tutiladi, ishlatiladi deyapti. Ana endi qawlun mufrad degani, masalan, biz buni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, qawlun degani bir foydali gap yoki so'z degani. Mufrad degani bir dona, yagona degani. Mufrad degani. Hozir buni lafz degani lafz deb o'zi nimani aytadi? Og'zimizdan chiqqan har bitta narsa lafz deyiladi. Lafz. Tushunarli? Ana endi bu arab tilida nima deyiladi? Ya'ni istilohda mana shu arab tilida nima deyiladi? Mufid nima deyiladi? Mana shuni ko'rib chiqamiz xudo xolasa sizlar bilan bugun. Xo'p, kalimani qawlun mufrad deydigan bo'lsak, ya'ni Ibn Hishomda ta'rifini oladigan bo'lsak, bu bilan bir dona o'zi mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z nazarda tutiladi. Kalima so'z orqali masalan bitta so'zni ham tushunish mumkin, bitta aytilgan gapni ham tushunish mumkin. Tushunarli? Masalan, kalima deganda bitta so'z. Misol keltiradigan bo'lsam, Zayd yoki qalam yoki rojul, ya'ni bir kishi yoki ot, eshak, eshik, deraza degan kalimalar bor, dona-dona, bir dona so'z. Mana shuni tushunish mumkin. Kalima deganda bitta aytilgan gapni tushunish mumkin. Bunga asos nima? Ya'ni masalan, men bitta gap aytdim. Boyaga aytgan gapim bor edi, kalima haqida ta'rif berdim. Lafzul mufidun degan gap bor. O'shani ham, ya'ni o'sha aytgan gapimni, bergan ta'rifimni ham bitta kalima deyishimiz mumkin. Bunga asos nima? Bunga asos Alloh taolo Qur'onda aytadiki, astag'izu billah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mana shu joyda, ya'ni o'zidan oldingi oyatdagi bu yerda, ya'ni kalima deb o'zidan oldingi oyatga ishora qilyapti. Ya'ni o'sha oldinda aytilgan gapni bu yerda kalima deb zikr qilib ketyapti. Ya'ni mana shundan tushunishimiz mumkinki, bitta umumiy jumlani ham, ya'ni gapni ham kalima deyishligimiz mumkin ekan. Yoki bitta so'zda odatda arab tilida bir dona so'zda, masalan, Zayd deyishimiz mumkin yoki piyola deyishimiz mumkin, choynak deyishimiz mumkin. Mana shularni ham kalima deb ishlatar ekanmiz. Tushunarli? Ana endi qawlun mufradni ichiga kiradigan bo'lsak, qawl degani nima deganimiz bu? Qawl degani bundan murod nima? Bundan murod o'zi bir mustaqil ma'noga dalolat qiladigan lafz. Masalan, o'zi mustaqil ma'noga dalolat qiladigan lafz nima? Telefon. Telefon mustaqil bir ma'noga dalolat qiladi, to'g'rimi? Telefon deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni uyali aloqa vositasini tushunamiz telefon deganda. Ya'ni bu o'zi mustaqil bir
ma'no anglatyapti. Masalan, Zayd desak bir erkak kishini tushunamiz, to'g'rimi? Ya'ni u erkak kishiga qo'yiladigan ism bo'lganligi uchun. Ya'ni o'zi bir mustaqil ma'noga dalolat qilyapti. Mana shuni biz qo'l deyishimiz mumkin ekan. Ana endi lafz degani nima degani? Lafzdan murod nima? Lafz degani bundan murod aytiladiki, hijoiy harflarni ba'zilarini o'z ichiga olgan ovoz. Ma'noga dalolat qilsin yoki qilmasin farq yo'q. Tushunarli? Og'zimizdan chiqqan har qanday lafz ham lafz deyiladi o'zi aslida, lekin bu istilohda mana shu arab tilida, mana shu nahv ilmida lafz deb hijoiy harflarni o'z ichiga qamrab olgan. Ya'ni hijoiy harflar qaysi edi? Mana shu arab tilida keltiriladigan alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, mana shu jamiki oxiri alfavitdagi harflar hijoiy harflar deyiladi, to'g'rimi? Mana shu hijoiy harflarni ba'zilaridan, ya'ni mana shu harflardan yasalgan liboy narsani, ya'ni mana shularni ba'zilarini o'z ichiga olgan ovozni, o'zimizdan chiqayotgan turgan ovozni lafz der ekan. Ma'noga dalolat qiladimi, ma'nosi yo'qmi, farqi yo'q. Uni ma'nosi o'z ma'nosi. Masalan, bu yerda Zaydni misol qilib bergan. Zayd bir ma'noga dalolat qiladi. Ya'ni bu bir kishi bitta erkak kishiga dalolat qiladi. Buni ma'nosi bor. Ana endi buni teskarisi dayz degani. Dayz bir ma'noga dalolat qiladimi? Yo'q. Dalolat qilmaydi. Endi biz Zaydga qaraydigan bo'lsak, bir ma'noga dalolat qilyapti. Bu lafz ham lafz deyilyapti, ham qovul bo'lyapti. Chunki tepada qovulni ta'rifiga tushyapti bu Zayd, to'g'rimi? Bu ham lafz, ham qovul bo'lyapti. Tushunarli? Ana endi dayzga keladigan bo'lsak, dayz ma'noga dalolat qilmayapti. Bu lafz deyiladi. Ya'ni bu hijoiy harflardan tashkil topgan, mana d bor, y bor, z bor. Bu hijoiy harflardan tashkil topgan bu ham, lekin bu ma'noga dalolat qilmayotganligi uchun buni faqatgina lafz deymiz, qovul demaymiz. Negaki bu ma'noga dalolat qilmaydi. Ma'noga dalolat qilganda edi, Zaydga o'xshab qovul deyilardi. O'shaning uchun lafzni qoidasida beryaptiki, u xoh ma'noga dalolat qilsin, dalolat qilmasin, farqi yo'q. Hijoiy harflarni ba'zilarini o'z ichiga olgan ovoz u lafz deyiladi. Tushunarli? Demak, dayz degan gapimiz ham, so'zimiz ham lafz bo'laverar ekan, lekin u ma'noga dalolat qilmas ekan. U qovul bo'la olmas ekan. Tushunarli? Bundan xulosa qilinadi. Nima xulosa qilinadi? Ya'ni har bitta qavl, ya'ni har bitta ma'noga dalolat qiluvchi gap, so'z, har bitta qavl lafz bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni har bir qo'l, ya'ni qo'l lafz bo'lishi mumkin ekan, lekin har bir lafz qo'l bo'la olmas ekan. Ya'ni lafz doirasining ichiga qo'l kiraverar ekan, lekin qo'lning ichiga mana bu lafz kirmas ekan, bundan tashqari ekan. Tushunarli? Sizlarga nima deydi? Tushunishga oson bo'lishligi uchun mana shunaqa qilib doira shaklda buni ichiga qavlni kiritib, buni ichiga lafz kirmasligini ifodalash uchun mana shu suratda chizgan bo'ldik, xudo xolasa. Xo'p, ana endi mufrod deganda nimani tushunamiz? Mufrod deganda bir qismi o'z ma'nosini bir qismiga dalolat qilmaydigan so'zga aytiladi. Ya'ni nima degani bu? Masalan, misol Zaydni oladigan bo'lsak, Zayd 3 ta hijoiy harfdan iborat kalima, to'g'rimi? Z, Y, D dan iborat. Bu Zayd deganda bir inson nazarda tutiladi. Ya'ni bitta erkak kishi nazarda tutiladi. Tushunarli? Endi buni bir juzi, ya'ni bir qismi, ya'ni masalan Z harfi uni ma'nosini, ya'ni Zayd nimani ma'nosi edi? Nima ma'no anglatadi? Bu bir erkak. Endi o'sha bir erkakni biror bir qismiga dalolat qilmaydi bu. Masalan Z deganimizda bitta erkak kishini boshini, qo'lini, oyog'ini, boshqa qismini tushunmaymiz, to'g'rimi? Bir qismiga dalolat qilmaydi. Ya'ni uni boshiga yoki qo'l oyog'iga dalolat qilmaydi bu. Mana shu dalolat qilmasa agar bu mufrad deyilar. Ya'ni birlik kalima, ya'ni bir dona bo'lgan birlik kalimasi. Ya'ni birlik so'z. Tushunarli? Yana buni o'zbekchada nima deb atash mumkin? Izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Yaxshi bo'lardi. Mufrad degani mana shuni tushunamiz. Ana endi murakkab nima? Masalan, kitabu Zaydin. Kitabu Zaydin degani Zaydning kitobi. Bu ham bitta gap. Endi bu ham bitta kalima endi. Zaydning kitobi degani izofa bitta nima deydi? Gap emas, bu bitta kalima bo'lyapti. Lekin buni bir juzi bir naqaga dalolat qilyapti. Masalan, Zaydning kitobi bo'ladigan bo'lsa, kitobda oladigan so'z bir ma'noda dalolat qilyapti, to'g'rimi? Kitobga. Zaydga oladigan bo'lsak, bu o'sha egalik shaxsga dalolat qilyapti, to'g'rimi? Ya'ni buni bir qismi
ma'nosini bir qismiga dalolat qilyapti. Buni ham ikkinchi qismi boshqa ma'nosiga dalolat qilyapti, to'g'rimi? Demak, bu mufrod deyilmas ekan. Bu murakkab deyilar ekan. Tushunarli-a? Agar tushungan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga qanaqangi savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Xo'p, bu videomiz mana shu yerda yakun topadi. Xudo xolasa, ana endi kalima nech turga bo'linadi, qanday bo'ladi, ularni keyingi darsimizda gaplashamiz xudo xolasa. Bugungacha hozir bu yetadi. Har kuni mana shunday videolarni joylab boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, do'stlaringizga yuborib, kommentariyada o'zingizni qiziqtirgan savollarni yoki fikrlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Aqulu qawli hadha, astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.